zaryadchik joyi zo'r joylashgan ekan. Mana shu yoqdan zaryad qilib ketaverar ekan. Oddiy ko'chadagi zapravkalarda ham zapravka qilsa bo'lar ekan bemalol, elektromobilga mo'ljallangan edi. Boshqarish bo'ladi to'liq avtomat. Uni ko'rsatib beraman. Oldingisida salgina farqi bor ekan. Bu yoqda bilsangizlar rejim qo'yilgan edi, sport, ekran rejim. Bundan bu yoqqa o'tkazilgan ekan. Shuni tormozini chiqaramiz. O'rindiq ikkita passajir uchun, option 3 o'rindiq ega. Drive, hozir ekran rejimda. Bular 4-5 tonna yukni olishga mo'ljallangan bo'ladi. Tajmanchi undan ham ko'p bo'lsa kerak. Zadni ko'ramiz. Motorli o'rnatilgan zadni kameralar. Yaxshi. Xitoyda ko'rgazmada bu elektr gruzov so'raganimizda 300 km atrofida yuradi deyishgan edi. Bitta zaryad, to'liq zaryad bilan, batareyasi 100 kW bo'ladi. Qo'shimcha zashitkalar bilan jihozlangan bo'ladi adashmasam. Alohida motor qo'yilgan, bu kompressor tormoz sistemasiga havo bachog'i yig'ib berish uchun. Chunki tormoz sistema to'liq havo orqali. E'tiboringizga elektr gruzovoy gap yo'q. Akalar ma'lumotlar qiziq bo'lgan, kuzatish tomon hammaga omad.